Muhammed suresi Medine'de nazil bolgan. Cemi 38 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kafir bolgan ve kişilerini Allah'ın yoludan toskanlarının yaxşı emellerini Allah bika kılıp etidi. İman etkan ve yaxşı emellerini kılganlarının Muhammed'e nazil kılıngan Kur'an ularının perverdigarı tarafından kelgen hakikattir. İman etkanlarının günahlarını Allah üçürüp taşlaydı. Ularının halini yaxşılaydı. Şunun bilen ular günah kılmaydı. Bu şunun üçündür ki kafirler batılga yani şeytanga geçti. Müminler bolsa perverdigarı tarafından kelgen hakikatke yani Kur'an'a geçti. Allah insanlarga ularning ahvolini shundoq bayon qiladi. Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan cheg'inglarda ularni o'ltiringlar. Sizlar ularni qirib mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmagan chaqda ularni o'ltirishdan to'xtab, ularni asir elinglar. Ondan ularni ehson qilish yuzidan qo'yib beringlar yoki fidya ilib qo'yib beringlar. Taki urush o'zining eg'ir yukini tashlaganga qadar, ya'ni urush to'xtaganga qadar ish mana shundoqdir. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdinla, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Allah ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihadga amr qildi. Allah'ның yolida o'ltirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Allah bekor qilib etmaydi. Allah ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. Allah ularni jannatga kirgizadi. Allah uni ularga tunutdi. Ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandekli biladi. Ey mo'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Allah sizlarga dushmanlarga qarshi yordam beradi. Qadaminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Kafirlarni Allah halok qiladi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Bu şunun üçündür ki ular Allah nazil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yaman ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. Ular ziminda sayr qilib, ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Allah ularni halok qildi. Kafirlarmi shundoq oqibatga qoladi. Bu şunun üçündür ki Allah müminlerinin mededkarıdır. Kafirlarga mededkar yoktur. Şübhisiz ki Allah iman etkan ve yaxşı amellerini kılganlarını astıdan östenler ekip durduğun cennetlerge kirgizidi. Kafirlar hayati dünyada onun lezzetlerden behrimen buludu ve çaharpaylardek yep içidi. Ahirette ularning joyi do'zax bo'ladi. Seni haydab chiqargan shaharning, ya'ni Makkaning aholisidan kuchlik bo'lgan nurg'un shaharlarning aholisini halok qildik. Ularga hech qanday yordam qilguvchi bo'lmadi. Perverdigari tarafidan bo'lgan ro'shan dalillarga asoslangan odam, ya'ni mo'min, o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafsi xohishlariga agashgan odamga, ya'ni kofirga o'xshamdi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan o'stanglar, ta'mi o'zgarmagan sutdan o'stanglar. İşküçülərgə ləzzət bağışlaydıgan məydin östənlər və sap əsəldən östənlər buludu. Onlarga cənnətdə bəhrəman buluduğan türlük meyvələr buludu və Pərverdigar tərəfindən məğfirət buludu. Mundaq təqvadarlar dozaqda məngü qalıdığan, qaynaq su bilən suğurulub, qızıqlıqıdan üçəyləri pari-pari qılındığanlar bilən oxşaşmı?
Ulardan, yani munofiqlardan ba'zi kishilar sening so'zingga quloq soladi. Ular sening yiningdan chiqqanda ilm berilgan kishilarga, ya'ni sahobalarning o'limalariga masxir qilish yuzidan, boya u, ya'ni Muhammad nima dedi deydi. Ana shular Allah dillarini pechatlab etganlardir. Nafsi xohishlariga agashganlardir. Hidayet tapqanlarni Allah texmo hidayet qiladi. Ularga taqvodorlikning mukofotini beradi. Ular, ya'ni Makka kuffarlari faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelishini kutadi. Shubhisizki qiyomatning alomatlari keldi. Ularga qiyomat kelganda ular qandaqmi vaz nasiyat oladi. Ya'ni bu chaqda vaz nasiyat olganlikning foydasi bo'lmaydi. Bilginki Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Gunohing uchun ayol mo'minlar uchun mag'firat tiligin. Allah sizlarning bu dunyodagi harakatinglarni va oxiratdagi joyinglarni biladi. Shunga oxiratlik uchun tayyorlaninglar. Möminlər cihadni tələb qilish yuzidan nemishqa cihad əmri qilingan birə sura nazil qilinmidi deydi. Cihad zikr qilingan iniq sura nazil qilinganda dillarda kesal barlar, ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib aylanib ketgan odamdek qaravatganligini ko'rsan. Ey Muhammad, ularning sana itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chaqda ular Allohga sodiq bo'lsa, albatta ular uchun yaxshi edi. Sizlar islomdan yuz o'rsanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi va sil rahimni uzib qo'yarsizlarmi? Ana shundoq kishilarni Alloh rahmatidan yiroq qildi. Ularni haqni anglashdan g'as qildi. Hidoyat yo'lini ko'rishdan ko'r qildi. Ular haqni tunish uchun Qur'onni fikr qilmamdi. Balki ularning dillarida qulub bor. Shunga ular tushunmaydi. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin orqasiga qaytib olganlar, ya'ni iymondan kufrga qaytganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi. Shayton orzu va ajalning uzunligi bilan ularning ko'nglini tindirdi. Bu, ya'ni shaytonning ularni ozdirishi shuning uchundirki, ular Alloh nozil qilgan narsani yomon ko'rgan kofirlarga biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilamiz dedi. Alloh ularning sirlarini biladi. Azab farishtalari ularning yuzlariga va orqalariga urgan holda ularning jonlarini ilayotganda ularning holi qandoq bo'ladi? Bu azab shuning uchundirki, ular Allohni darg'azab qiladigan narsalarga agashdi. Allohning roziligini, ya'ni Allohni rozi qiladigan ishlarni yoqtirmadi. Shuning bilan Alloh ularning amallarini bekor qildi. Dillarda kesal barlar, ya'ni munofiqlar Alloh o'zlarining islomga bo'lgan dushmanligini oshkorlamaydi deb o'ylamdi. Agar biz xohlasak, ularni cho'qim sana bildiratdik. Cho'qim ularning simosidan tunuytding. Sen albatta so'zining uslubidan ularni tunuysan. Alloh sizlarning amallaringlarni bilib turdi. Biz sizlarni albatta jihodga, amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Taki sizlarning ichinglardan Allohning yo'lida jihad qilguvchilarni va jihadning mushaqqatlariga chidashlik berguvchilarni bilganga, sirlaringlardan voqif bo'lganga qadar. Shubhisizki kafir bo'lganlar, kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar, to'g'ri yo'l, ya'ni Rasulullohning haq ekanligi aniq bo'lgandan keyin payg'ambar bilan dushmanlashganlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh ularning sadaqa berganga o'xshash amallarini bekor qildi. Shuning bilan oxiratda uning savobiga erisholmaydi. Ey mo'minlar, Allohga itoat qilinglar. Payg'ambarga itoat qilinglar.
Əməllərinlərni küfrə, nifaq və riya bilən bekar qılıb etməңlər. Şübhəsiz ki, kafir bolğan və kişilərni Allah'ның yoludan tosqanlar, andın kafir peti ölgənlərni Allah hərgiz məğfirət qılmaydı. Kafirlar bilan jang qılğan çığınlarda boşab qalmanglar. Kafirlarni sulhga chaqirmanglar. Halbuki sizlar g'olib tursizlar. Allah sizlar bilan birgidir. Allah hərgiz əməlinglərning savabını kemaytib etmaydi. Dünya tirikçiligi faqat o'yin va tomoshadan iboratdir. Agar sizlar iymon etsanglar va taqvodorlik qilsanglar, Allah sizlarga ajringlarni beradi. Mol-mulkinglarning hammasini berishni so'ramaydi. Faqat zakotni berishinglarni so'raydi. Agar u sizlardan mol-mulkinglarni jiddiy so'rasa, bexillik qilasizlar. Bu bexillik sizlarning islomga bo'lgan adovatinglarni oshkorlaydi. Sizlar shundoq kishilarki, Allohning yo'lida pul, mol sarf qilishga chaqirilsanglar, sizlarning oranglarda bexillik qildiganlar bor. Kimki bexillik qiladi ekan, u o'zining ziyni uchun bexillik qiladi. Allah sizlarning mol-mulkinglardan behojatdir. Sizlar bo'lsanglar Allohga muhtojsizlar. Agar sizlar Allohning toatidan yuz o'rsanglar, Allah sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtiradi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi.